Og'zingizga solganingizda chaynashga ulgurmasingizdan erib ketadigan mazali ragalik tayyorlaymiz. Bismillah deb ishni boshlaymiz. Eng avvalo un hamda margarinni kroshka qilib olamiz. Ketidan qaymoq, tuxum sarig'i hamda razrixitilni solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qilib olamiz. Salofan paketga solib, 3-4 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Orasiga xohlagan nachinkangizni tayyorlashingiz mumkin. Men vario'ni moloko va yong'oqdan foydalandim. Tinib olgan xamirimizni 6 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Yoyishga qulay bo'lishi uchun dumaloq zuvolachalar yasab olamiz. Endi xamirlarimizni bitta-bitta olib, nomigagina unlaymiz. O'rtacha kattalikdagi oshlagan razmerida yoyib olamiz. Yupqa qilib yoyib olgan xamirimizni endi 8 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Tayyorlab olgan nachinkamizni har bir bo'laklarimizga qo'yib chiqamiz. Siz xohlasangiz magiz yong'oqli nachinka ham tayyorlasangiz bo'ladi. Agar menga o'xshab xuddi shunaqa suyuq nachinka soladigan bo'lsangiz, xuddi shu ko'rinishda ikkita chekkalarini yaxshilab yopib, keyin o'rab olishingiz kerak. Nachinkalaringiz chetga chiqib ketmaydi. Tayyor ragaliklarimizni qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Endi quruq salofan paketimizga 2 piyola saxarli pudrani solamiz. Ragaliklarimizdan 4-5 donadan solib, xuddi shu ko'rinishda saxarli pudralarga belab olamiz. Saxarli pudralaringiz ragaligingizga yaxshi yopishishini xohlasangiz, issiqlik paytida xuddi shu jarayonni bajaring. Ko'rib turganingizdek mazali ragaliklarimiz juda ham chiroyli va mazali bo'lib tayyor bo'ldi. Xuddi shu usulda tayyorlab, daromadga ham chiqishingiz mumkin. Chiroyli upakovka bilan do'konlarga topshirib, o'z biznesingizni boshlashingiz mumkin. Ko'rinishidan da mazasi a'lo bo'lgan ragalik retsepti yoqqan bo'lsa, bittagina yurakchani qizartirib keting, ko'rib xursand bo'laman.